Men optika sohasida 15 yildan beri ishlayman. Ustaxonani boshqarganman, omborni nazorat qilganman, sotuvda bo'lganman, doktor bilan birga ishlaganman. Bu muammolarni kitobda emas, o'z optikamda real muammolarda o'rganganman. Shu sababli optika uchun biz tayyor boshqaruv tizimini yaratdik. Bu nazariya emas, real ish jarayonidan chiqqan. Bu tizim mijozlar nazorati, ombor va ustaxona tartibi, ko'z tekshiruv tarixi, kontakt linzalar muddati, foyda va zarar nazoratini beradi. Bu shunchaki dastur emas, ishlayotgan tizim. Tizimni demo versiyasini ko'rish uchun biz bilan bog'laning.